Ko'rdinglar? Lekin ikki yoqqa qaryapti, hech qayerda qiyshaysh yo'q. Anaqa, sebzorlik arafataga bordi. O'shalar qilib to'g'rilab berdilar. Krivasheyasi bo'lgan ekan. Sebzor filialimda Arafat massaj qilib, уже to'g'rilab beribdi. Hozir yaxshi. Yaxshi bo'ldi. 10 kunlik bo'lsa. 3 oylikda keyin kelasiz dedilar. Bitta qilib berdilar, shunday to'g'rilandi. Hozir bunaqa yotib olib, yalpayib yotish kerak emas. Bu hozir qiziqib, ko'tarib, u yoqqa bu yoqqa qarash kerak. Sal dangasaroq. Bu diagnoz emas. Fakat bu norma, balki hozir uyqudan turgandir, charchagandir. Boshqa bola уже ko'taradi-da. Qorniga ko'proq yotqizib turing. Bunday qilib qorniga yotqizib turing. Qorniga yotqizing, bir kuniga 3 mahal, 4 mahal qorniga yotqizsangiz, mana bu paravertebral mushaklar ham mustahkamlanadi. Qorniga yotganda bola ko'tariladi-yu. Chap oyoqda ko'rdinglarmi?